Pokistonda AQSh va Isroilga qarshi namoyishlar, 23 kishi halok bo'ldi. Kim Chen In Eronga yordam qo'lini cho'zmoqchi. Yaqin Sharqdagi urushning 3-kuni Isroil Livanga ham hujum qildi. Eron Saudiyadagi yirik neft zavodiga zarba berdi. Xomanayning o'limi Eron rejimining qulashiga olib kelmaydi. Germaniyalik ekspertlar. Xomanayni Quds kuchlari qo'mondoni sotgani aytilmoqda. Shavkat Mirziyoyev Fors ko'rfazidagi o'zbekistonliklar evakuatsiyasi bo'yicha topshiriq berdi. Endi esa bizda batafsil. O'zbekistondan Rossiyaga komissiyasiz pul yuboring. Yonirat ilovasini oching. O'tkazma bo'limidan xalqaro o'tkazmalar bo'limiga kiring. Yuboruvchi davlatga O'zbekiston, qabul qiluvchi davlatga Rossiyani tanlang. Rossiyadagi qabul qiluvchi karta ma'lumotlarini to'liq kiriting. O'tkazma muvaffaqiyatli yakunlandi. Yonirat bilan ishonchli va xavfsiz o'tkazma qiling. Pokistonda AQSh va Isroilga qarshi namoyishlar, 23 kishi halok bo'ldi. AQSh Isroilning Erondagi bombardimon amaliyotiga qarshi Pokistondagi namoyishlar zo'ravonlikka aylanib ketdi. Qarachidagi AQSh konsulligi qo'riqchilari bostirib kirgan namoyishchilarga o'q uzdi. 10 kishi halok bo'lgan. Skardu shahrida esa Eron tarafdorlari Birlashgan Millatlar Tashkiloti idorasiga o't qo'ydi. Yakshanba kuni Pokiston va Iroqda AQSh Isroilning Erondagi bombardimon amaliyotiga qarshi namoyishlar zo'ravonlikka aylanib ketdi. Eronning sharqiy va g'arbiy qo'shnilari bo'lgan Pokiston va Iroq Erondan keyingi dunyodagi eng ko'p shiya musulmonlari yashaydigan davlatlar bo'lib, AQSh Isroil hujumlaridan g'azablangan olomonning eng shiddatli tartibsizliklari maydoniga aylandi. Xususan, Karachidagi namoyishchilar AQSh konsulligi oldida Amerika va Isroilga o'lim deya hayqirishgan. Reuters muxbirlari u yerda o'q ovozlari eshitilgani va atrofdagi ko'chalarda ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llanilganiga guvoh bo'lgan. Mahalliy hukumat vakili Suxtev Xemanayning aytishicha, konsullik xavfsizlik xodimlari tashqi xavfsizlik qatlamini buzib kirgan va keyinchalik orqaga qaytarilgan olomonga qarata o't ochgan. Oqibatda 10 kishi halok bo'lgan, yana 34 kishi jarohatlangan. Namoyishchilar shuningdek asosiy darvoza oldida bir transport vositasiga o't qo'ygan va politsiya bilan to'qnashgan. Karachidagi fuqarolik kasalxonasi barcha halok bo'lganlar va yaradorlar o'q tegishi natijasida jabrlanganini bildirdi. Sind provinsiyasi hukumati surishtiruv o'tkazishni buyurdi. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In Eronga raketa yetkazib berish imkoniyatini istisno qilmasligini ma'lum qildi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, hozircha bu bayonotdan keyin amaliy qadamlar tashlanadimi yo'qmi aniq emas. Ilgariroq ommaviy axborot vositalari Pxenyan Eronning raketa dasturlariga norasmiy tarzda yordam bergan bo'lishi mumkinligi haqida xabar tarqatgan, ammo bu ochiq bayonotlarsiz amalga oshirilgani aytilgan. Agar yetkazib berishi rasman va ochiq tarzda yo'lga qo'yilsa, bu Shimoliy Koreyaning mojaroga amalda aralashuvini anglatadi va mintaqadagi kuchlar muvozanatini jiddiy o'zgartirishi mumkin. Tahlilchilarning qayd etishicha, Eronning zaiflashishi yoki qulash ehtimoli mintaqaviy muvozanatga jiddiy zarba bo'lishi mumkin. Xomanayning o'limi Eron rejimining qulashiga olib kelmaydi. Germaniyalik ekspertlar. AQSh va Isroil zarbalari oqibatida Eron oliy rahnamosi Oyatolloh Ali Xomanayning halok bo'lgani haqidagi xabarlar ortidan xalqaro ekspertlar ushbu voqeaning Tehron rejimi barqarorligiga ta'siri borasida o'z fikrlarini bildirmoqda. Germaniyalik tahlilchilarning fikricha, Xomanayning o'limi tizimning butunlay parchalanishiga sabab bo'lmaydi. Eron bir kishiga bog'lanib qolgan tizim emas. Quddusdagi Ibriy universiteti o'qituvchisi, islomshunos olim Simon Wolfgang Fuchsning DPA agentligiga ma'lum qilishicha, Eron siyosiy tizimi faqat bir oila yoki juda tor doiradagi odamlarga tayanmaydi. Agar hokimiyat almashinuvi jarayoni cho'zilib ketsa va bunga tayyor bo'lgan davlat institutlari ishdan chiqsa, ma'lum darzlar yuzaga kelishi mumkin. Ammo Isroil va AQSh tizimining markaziy figurasini yo'q qilishga erishgan bo'lsa-da, Xomanay hokimiyat tranzitini ta'minlash uchun kamida 4 ta o'rinbosarni oldindan tayinlab qo'ygan, deydi Fuchs. Yaqin Sharqdagi urushning 3-kuni Isroil Livanga ham hujum qildi. Eron Saudiyadagi yirik neft zavodiga zarba berdi. Eronga qarshi Amerika-Isroil operatsiyasi boshlanganiga 3 kundan oshdi. 2-mart kuni Isroil Livan hududiga zarba berdi. Eron esa Saudiya Arabistonidagi Aramco neft zavodini dron bilan nishonga oldi. Mintaqadagi keskinlik ortidan diplomatik munosabatlar uzilmoqda. Neft narxi keskin oshdi. 2-mart kuni Isroil harbiylari Livan hududiga bir necha bor zarba berdi. Sharq Al-Afsad xabariga ko'ra, hujumlar oqibatida kamida 31 kishi halok bo'lgan, 149 kishi
jarohatlangan. Isroil tomoni zarbalar Hizbulloh guruhi tomonidan Isroilga qarata uchirilgan raketalarga javob ekanini ma'lum qildi. Guruh Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomanaiy o'ldirilgani uchun qasos olish maqsadida hujum qilganini bildirgan. Isroil armiyasi Arslon Naras operatsiyasi doirasida Bayrut janubiy chekkasi va Livan janubidagi nishonlarga zarba berganini tasdiqladi hamda Hizbullohga og'ir tovon to'latishini ma'lum qildi. Eron Saudiya neft infratuzilmasini nishonga oldi. 2-mart kuni Eron droni Saudiya Arabistonining Aramco kompaniyasiga tegishli Ras Tanura zavodiga zarba berdi. Bloomberg ma'lumotiga ko'ra, mazkur obyekt kuniga 550 ming barrel xom neftni qayta ishlash quvvatiga ega. Zarbadan so'ng zavod faoliyati to'xtatilgan, yong'in nazoratga olingan. Saudiya hukumati va Aramco hozircha rasmiy izoh bermadi. Harbiy harakatlar boshlangandan so'ng neft bozori keskin reaksiya bildirdi. ICE Futures Yevro birjasida Brent nefti narxi 13% dan oshib, 1 barrel uchun $82.37 ga yetdi. Bu 2024-yil iyulidan buyon eng yuqori ko'rsatkichdir. Xomanayini Quds kuchlari qo'mondoni sotgani aytilmoqda. Eron oliy rahbari Ali Xomanaiy AQSh va Isroilning qo'shma operatsiyasi oqibatida o'ldirilgandan so'ng uning qayerda ekanligi, qanday aniqlangani borasida savollar tug'ilmoqda. G'arb ommaviy axborot vositalariga ko'ra, Markaziy razvedka boshqarmasi Xomanaiy va uning atrofidagilar uchrashadigan joy haqidagi ma'lumotni Eron ichkarisidagi yuqori martabali manbalar ko'magida qo'lga kiritgan. Da'volarga ko'ra, Tehronda qo'riqchilar korpusining Quds kuchlari qo'mondoni Ismoil Qaniydan shubhalanishmoqda. Qani Xomanaiy o'ldirilgan hujumidan oldin u bilan ko'rishgan oxirgi odam bo'lgan va suiqasddan sanoqli daqiqalar oldin voqea joyidan tark etgan. Shuningdek, shunga o'xshash holat 2024-yilda Hizbulloh yetakchisi Hasan Nasrulloh o'ldirilgan paytda ham sodir bo'lganini yozmoqda. O'shanda Qani Bayrutda Nasrulloh bilan uchrashgan binoni zarba berilishidan bir necha daqiqa oldin tark etgandi. Shavkat Mirziyoyev Fors ko'rfazidagi o'zbekistonliklar evakuatsiyasi bo'yicha topshiriq berdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Yaqin Sharqdagi vaziyat tufayli ushbu mintaqadagi o'zbekistonliklarni evakuatsiya qilish bo'yicha bosh vazir Abdulla Aripovga topshiriq berdi. 2-mart kuni Vazirlar Mahkamasida video selektor yig'ilishi o'tkazilgan. Unda ushbu topshiriq ijrosini ta'minlash masalalari muhokama qilindi. Shu bilan birga video selektor yig'ilishida O'zbekiston fuqarolarini xavfsiz va tizimli ravishda mamlakatga qaytarish bo'yicha zarur choralarni ko'rish yuzasidan aniq vazifalar belgilangan. Xususan, transport vaziri Ilhom Mahkamovga Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar va mintaqaning boshqa davlatlaridan fuqarolarni qaytarish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish topshirilgan. Shuningdek, O'zbekistondagi aviakompaniyalarga Fors ko'rfazi davlatlarida bo'lib turgan o'zbekistonliklarni qaytarish choralarini ko'rish topshirig'i berilgan. Barcha zarur choralar vaziyat bilan bog'liq bo'lgan holda tezkorlik bilan amalga oshirilishi belgilangan.